Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Nosh Knife kanalini doim kuzatib boradiganlar uchun endi maxsus anaqa qilyapmiz. Ya'ni kattaroq video. Sababi bir ikkita emas, ko'pchilik so'radi. Tushuntirib o'ting deb. Ya'ni aslovniy hozir ketayotgan pichoqlarimiz shular. Ya'ni qatlamli Damask stal deydi nomi. Oldingi anaqamizda D5 deyilgan. U ham bir tarafdan to'g'ri, sababi D2, D3 deyilardi. Lekin aslovni buni haqiqiy nomi Damask. Soplari shoxdan bo'lgan. Razmeri bular 24, bular 28, 26, 24. Har xil razmerda. Soplari bu Kaleriski beryoza, bu ebonit, mexyor bilan qo'yishib qo'yilgan. Bu kiyikning shoxi, ya'ni alen deyiladi. Bu latonda o'yib chizilgan. Ba'zilar qolipda ham qiladi, ba'zilar o'yib ham qilinadi. Bu ham kiyikning shoxi, bu kiyikning shoxi, lekin metall damask emas, bu pachimli aboyma. Men hozir anaqasini ham ko'rsataman. Boshqa variantlarini ham. Sizlarga boshqacharog'ini ham ko'rsataman. Ya'ni ham ishlatishga, ham anaqasini. Ana bu ustara qilingan varianti. Ya'ni eski o'zimiz soqol oladigan ustara bo'lardi, o'sha variantda qilingan. Sopi shoxdan bo'lgan, bularni o'ymakorlik bilan qilingan. Sopi molni shoxini обработка qilgan boshqatdan. Endi ko'plar bilmaydigan anaqalar bor. Olib sotadilar. Ko'plari bu qo'tos deydi, ya'ni u qo'tos degan hayvon bo'lgan. Ya'ni yovvoyi molga o'xshagan, shunaqa deyiladi. Aslida unaqa emas, arxaram emas, bu o'zimizni jaydari xonaki mol shoxi. Buni просто обработка qilinadi, ya'ni sasimaydigan anaqa qilinadi. Qoraymaydi. Bu haqiqiy o'zbekcha pichoq. Klassический. Eski o'zimizning bu dodalarimiz ishlatib kelgan pichoqlardan. Tavsiya qilaman. И кто-то по-узбекски не знаю, по-русски тоже объясню, если напишите на комментариях. По-русски тоже объясню. Это разные металлы, есть же с рогом, есть же дерево, а есть стабилизированные. Дерево называется вот это, а это стекло пластмассовое. А есть эбонита. Металл дамасский стал слоеный, многослойный. Есть ШХ-15 почему обойма, есть нержавейка, есть из рессора разные металлы. R17 тоже есть. Выбор много. Кто-то интересует, звоните на номер. Ну, тоже на Telegram тоже есть, WhatsApp тоже есть. Объясню все. Hurmatli tomoshabinlar, muxlislar, podpisчиклар. Sababi buni video qilyapti turganim sababi kimdir olmoqchi bo'lsa pichoq. Kimdir olmoqchi bo'lsa pichoq bemalol boshqa anaqalardan ham chiqsalar bo'ladi, ya'ni Telegram, WhatsApp. Keyin hozir Maxam ana ochib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz Toshkentdamiz. Agar podpisчикman deb screenshot qilib Telegram orqali yoki boshqa WhatsApp orqali menga tashlasanglar, обязательно skidka bo'ladi. Agar ko'proq olsanglar, normal arzonroq qilib beriladi. Endi men biroz ruscha ham gapirib o'tib ketdim. Ruschamda xatolik bor, sababi men O'zbekistondan tashqariga chiqib qolganman. Ja ruschani zo'r bilaman. Endi o'zim mahsulotimni gapirishni bilaman. Kelaverasizlar, Toshkent shahridamiz hozir. Ko'p joylarda bo'lamiz. Andijon, Farg'ona, Qashqadaryo, Surxondaryo hamma joylarda bo'lamiz. Bemalol kelib yoki aloqaga chiqsanglar, Toshkent shahariga dastavka bepul, qolgan viloyatlarga o'sha kelishilgan holatda qilib beramiz. Xohlasalar bitta pochtadan. И есть международный доставка тоже есть. Это только международный почта будет. Mana bu o'z pochta bor. Xalqaro pochtadan qilib beramiz. Agar iz Rossiya, Amerika, Xorvatiya, men jo'natganman, tajribadan o'tgan. Xorvatiyaga, Rossiyaga, ну, Qozog'iston, Qirg'izistonga ham jo'natganmiz. U tajribadan o'tgan. Anaqsa, menda videolari ham bor. Pochtadan jo'natayotganim yetib borganda menga keldi, yetib keldi deb rahmat aytgan klientlar
bor. Ular menga yozishgan. Menda anaqalari ham bor. Perpiskalari. Tashlab beraman. Ko'rasizlar. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa endi shunaqa video olib turaman. Shtobali sal klientlar ham ishonadi, va jonli-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.